Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz bu videoda SafeMoon to'g'risida paranglashib baqaylik. Men ba'zi tarjim soqchilariga pisand qilmay, mush SafeMoonni ham tarjim qilyaptim uyg'urchaga. Buni Amanay deb tarjim qildim. Chunki men sal turib tushundirmadim buni tarjim qilish kerakligi to'g'risida. Ammo buni ham inglizcha SafeMoon deydi. Bu ismmi SafeMoon degan. Endi biz aman ay deb tarjim qildim. Aman degan aman isen bexatar degan gap. Ay. Bunda tarjim qilganda qiz bolaning ismi o'xshab qolgan. Lekin SafeMoon deb alsaq bo'ldi. Bular shirkatni, ya'ni buni qurg'uvchilar SafeMoon deb ism qo'yishning sababi bor. Sal turib marketing to'g'risida azroq so'zlab o'taman. Unda esa SafeMoon hozir shifrliq pul ilayotganlar yoki mushu soha qiziqayotganlar diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Mush shifrliq pul uchun cryptocurrency bahosini oyga chiqarish deydigan bir turaqliq iboralar bek moda hozir. Qanday qilsam bahoni oyga chiqarish bu degan gapning ma'nosi bahosi hamda osmon bilak o'rlash. Hozir Bitcoin'ning bahosi taxminan $155,000 chiqib bo'ldi. 10 yil burun masalan 5 sent bo'lsa hozir $55,000 chiqib ketdi. Shunga o'xshash bular qanday qilib shifrliq pullarning bahosini osmon bilak o'riltmay, ya'ni oyga chiqarmay demoqchi. Masalan, Dogecoin hozir eng yangi arzon baholiq Dogecoin, ya'ni Doge tengisiniki baho shuningni qarasanglar, Elon Musk o'zining Twitter'sida oyga manda tikilgan, bayroq tikilgan yoki ishning rasmini tikilgan degandek oy bilan munosabatlik. Shunga bu SafeMoonni qurg'uvchilar bu ismni hamda oyga aman isen yetib berish deganni qanday yo'shirin ta'sir qilish uchun SafeMoon deb ism qo'ygan. Bo'lishi mumkin. Shunga hamda aman ay deb qo'ydim. Men bexatar ay yoki aman ay safely to the moon deydi inglizcha. Buning shuar hozir oyga aman isen yetib berish, bahosini o'riltish demoqchi. Endi SafeMoon degan nima? SafeMoon degan bu bir shifrliq pul. Xuddi Bitcoin'ga o'xshaydi. Bu bo'lak zincir texnikasini foydalangan. Men bu to'g'risida bir video so'zlagan, uni ko'rib baqsanglar bo'ladi, qiziqsanglar. Endi Bitcoin bilan bu SafeMoon'ninki yoki boshqa shifrliq pullar bilan endi bir qancha farq bor. Masalan, hozir 5-oy. Bu SafeMoon 3-oyda bozorga so'ngan. 2 oy bo'lmadi. 2 oy bo'lmaylam 1,5 million odam hozir tutib turadi buni. Ya'ni setib oldi degan gap, tutibdi degan gap. Setib olganlar 1,5 million deyishib ketdi 2 oy ichida. Chunki hamma odamning tiz boy bo'lg'isi bor. Warren Buffettning bir gapi bor. Hech kimning osti boy bo'lg'isi yo'q. Hamma odamning qanday tiz boy bo'lg'isi bor deydi. Endi hozir shu sharoitda shifrliq pullar endi bu bir vosita bo'lib qoldi tiz. Chunki 2 oyning ichida qaranglar. SafeMoon'ning o'zimi 1000 ortiq baho o'rlab ketdi 2 oyning ichida. Endi buning boshqa shifrliq pul bilan farqi, eng chong farqi, bular burun shu shifrliq pullarning hamda hozirgi biz biladigan yoki keng ko'lamda manda xatoligi deb qabul qilgan xatolikdan o'rnak olgan. Nima deganda kim shu SafeMoonni tutib turgan SafeMoon token deydi. Tokenni bir belge deb tushunsan bo'ldi. Mushni satsa, masalan $1000'lik SafeMoon olgan bo'lsangiz, buni satsangiz 10%'ini tutib qoladi. Ya'ni manda bir satqizmaslik uchun deb tushunsak bo'ldi endi. Ya'ni $1000'ni satsangiz, $1000'likni $9 qo'lingizda edi. $100 tegmaydi chunki 10%. Endi shu 10%ning 5% qanday oldi desanglar, mushu barliq 1,5 million yoki mushu kim SafeMoon tutib turgan bo'lsa 5%ni shunga bo'lib birdi. Taqsim qilib birdi. Endi tutib turding deb menda bir mukofotlash uchun bu bir marketingning bir turi. Bularning marketing haqida yomon ekan. Qolgan 5%ni ko'ydirib o'tdi. Yani bunu da nima his qila olasiz degan chaqda bular hamda shu Dogecoin to'g'risida maqsad bilan bir video so'zlagan. Dogecoinning soni cheksiz. Cheksiz Dogecoin bor. Doge tengisi.
Buni endi hozirgi pul muomala sistemasida to'xtamay pul besishning oldini olish uchun endi shifrliq pul maydonga kelgan-ku. To'xtamay pul besishning chunki cheki yo'q. Qog'ozlar bo'lsa banka besaverdi-ku pulni. Shunga bu shifrliq pul maydonga kelgan. Ammo Deutsche Bank qanda bir buning soni cheksiz, buning cheksiz xil bo'ldi. Lekin ma SafeMoon ashuningga qarshi pul paxalligining oldini olish uchun balkim shuni ko'zlagan bo'lishi mumkin. Ya'ni Deutsche Bankning ba'zi kamchiligini tilgan chaqda bu Deutsche Bank cheksiz degan kamchilikni tilga oladi. Chunki bir narsa cheksiz bo'lsa uning basiga tushib ketadi-da. Xuddi hozirgi dollar masalan 30 yil burungi $20 hozirgi $20 o'xshamagandeklar. Ya'ni birga mush 1 yil ichida butun dunyodagi dollarning besilgan soni 20% mush 1 yil ichida eshib ketgan. Ash Amerika qurilib, ya'ni dollar besilib, mush 1 yil ichida 20% dollar besilgan degan gap. Bu odamni tushungan odamni bu qo'rqitdi bu. Shunga shifrliq pullarningki soni eshib ketib bordi. Yig'inchoqlar chog'da bo'lganda deganda sonini cheklagan. Hem bunu 5%ni kuydiravasa bu tugab ketmamdi o. Yani hozir soni qancha va qanchalik soni bor deganda men hozir to'g'ri bitini ichib ko'z qo'yma. Hamda SafeMoonning shuari men boyam dedim. Oyga aman chiqish. Shunga hamda SafeMoonni aman ay deb tarjim qildim. Tarjim qilishning ma'nosi yo'q hamda. Buni talash qilgan bir narsa emas. SafeMoon deb olsaq bo'ldi. Hamda Deutsche Bank bilan farqi qanda? Pul paxalligining oladi. Deflationary deydi o inglizce. Pul paxalligiga qarshi. Chunki soni bag'an sir azlapmadi. 5% kuyabasi soni azlapmadi. Shu. Endi hozir 5-oyning 6-kuni qarsanglar SafeMoon'ninki market cap market cap hozir $7 milyard, $8 milyard qazqapti. SafeMoon 2 oy ichida 8 milyard dollar ya'ni baza qiymati kapital 8 milyard. Men shu videoni ishlashdan burun SafeMoon'ning baza qiymatini ko'rgandim. 6 milyard dollar atrofida edi. Yarım soatning ichida hozir 8 milyard dollarga yetibdi. Mana bu shifrliq pulning hozir qiymati. Shun haqli hozir sarangdek. Bunun logik deydigan birim yo'q. Bu logik salsak bu tushmaydi bu logikaga. Yarım soat ichida 2 milyard dollar o'sibdi. Men shu videoni ishlab hozir sen qap bo'g'icha 8 milyard dollarga qilish qapti. Mana bugunning o'zida 88% ishib ketdi. Bir qatlab etdi degan gapda. Bir qatlab etdi. Bugun bir kun ichida. Andan keyin bu SafeMoon'ning Twitter qarsanglarmi hozir 20 million Twitter qilam agashdi bu soni 2 oy ichida. Bunda jiq. Endi bu nemishqi SafeMoon bunda odam jalb qildi desanglar. Maqaranman 0ning jiqligini ko'rdinglarmi? Hozir Bitbank alaytsanglar $55 ming bormi? $55 ming bo'lishi mumkin endi. Lekin jiq pul topib qo'yolmaydi-da. $55 ming Bitbank sap qo'ysanglar, uni bir pay tepish uchun $100 ming tepish uchun yomon jiq vaqt ketadi. Lekin SafeMoon, ya'ni yoshirin potential, yoshirin iqtidori bor shifrliq pullarni hammadan timsqlab yuradi. Endi hozir qilma shu. Nemishqa men SafeMoon to'g'ri so'zlayman mana shu yoshirin bahosi o'rlash iqtidori va shifrliq pullarning biri. Xalq to'xtamaydi vatidi. Men sizlarni ilonlar dedim. Men unda demoqchi emas. Men hozir bir disclaimer berib o'tay. Men ilonlar, ammanlar demoqchi emas. Hozir faqat shunga diqqat qilsanglar demoqchi. Men 0 ni ko'rdinglarmi? 1 2 3 4 5. Mani o'qimaqim bir desa. Agar mushu ya'ni 0.01 1 sentga o'rlab qolib qolsam ajoyib pul bo'lib ketadi. Qaranglar, 1 sentga o'rlab qolsam bozor qiymati trillion yetib ketamdi, uni o'qimadim. Undami bo'lmasligi mumkin, lekin hozir $1 o'rlab qolsa, yangi millionerlar barpo bo'ldi degan gapda, hamda ashunday darajada bu shifrliq pulninki
kishilarni jalb qila oladigan yuqori pul. Unda bo'lsa, mau bahoni ne qancha odam tutib turganligini iz qo'llab tekshiradigan motor bet. Hozir SafeMoon'ni tutib turayotganlar, ya'ni setib olganlar demakchi. Emiyani setib olganlar qancha? 1.647.166 ta odam 2 oyning ichida. And then total supply deydi, ama bütün sani yangi yo'l qo'yilgan chaqdiki, sani ma bu. Nemishq buning bahasi tuvan degan chaqda. Mani o'qiy olamsizlar? Mani Uyg'urcha o'qiy oladiganlar intayin oz. Masalan, birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 ming, 100 ming, 1 million, 10 million, 100 million, 1 milliard, 10 milliard, 100 milliard, 1 trillion, 10 trillion, 100 trillion. Manimda 1000 trillion demdik. 1000 trillion deslep bazası algan chaqda sani endi buni tasavvur qilib bo'lmaydi. Men tasavvur qilib olamdim. Sani intayin ko'p. Lekin bu har qitim bir transaction bir qitim setib oldi, bir setib etganda 5% ni kuyib mangdi. 5% kuyib mangdi. Hozir qanda ma holders qarsanglar. Mana bu aşağılık nima birinchi adres yoki shu tokenninki 41% kuyib bo'ldi degan gap. 41% hozir kuyib bo'ldi bu pulning. 1 trillion pulum qolmadi demakchi. 2 yil ichida ham SafeMoon'ni vayron bo'lib ketishi mumkin. Balkim bir aldamchilikda, uni hech kim bilmaydi. Shunga ehtiyot qilish kerak. Bu mablag' saqlan degan intayin ehtiyot qilish kerak. Bittengismi mana mushunda tuvandan yuqorilab maqan. Bittengisning soni taxminan 21 million atrofida. Bu soni cheklik bo'lgandan keyin buning bahasi o'sib maqdi. Buni qanday qildi desanglar, buni ochiqchilar buni yasab chiqqanlar. Ashni ko'z tutgan bo'lish mumkin. Bag'ansir sonini aziltib maqdi. Qarsanglar buni tutib turgan miyadan ko'rib tura olamiz. Bu intayin ochiq oshkora bunda saqliq ishlatish intayin oz. Masalan, maya qarsanglar qancha? 30 trillion, 24 trillion malani whale deydi, kit. Cho'ng tutib turganlar, ya'ni cho'ng setib olganlar. Mushunchalik soni bor demakchi-da. Endi biz transfer qaranglar, hozir nemish baho bunda o'rlab ketadi. Mana hammasi hozir 9 sekund hozir setib olib borda, mushunchalik SafeMoon'ni setib olganlar. Ko'rdingizmi? Setib olganlar 11 sekund 18 sekund, keyingi bet to'xtamay setib olib bordi hozirning o'zida. Shun baho o'rlab ketib bordi. Chunki agar mana bu 1 sent chiqib qolib qolsa, $1 emas, 1 sent chiqib qolsa, mana milliard trillion tutib turganlar million euro ketadi. Tiz vaqt ichida. Mana setib olib bordi, haqli. Hamma setib olganlik ma'lum. Setib etganlik yo'q. Balkim setib 2 kundan keyin setishim mumkin, uni uqib olmaydi. Faqat endi bu bir fursat. Xuddi Bittengisga o'xshash. Ondan keyin Dogecoin bor. Shunga o'xshash bu bir fursat. $100 yoki $500 tashlab qo'ysanglar, balkim 1-2 yilning ichida $1 chiqqansa million euro ketishinglar mumkin. Chiqmasligi mumkin. Men hech nimaga kafolat bermayman, faqat sizlarga bilib qilinglar demoqchi hozir bo'layotgan.